Migren o'zi nima? Migren boshda yarmida xurujli og'riq bilan kechuvchi kasallik. Xuruj davom etadi. Dastlab birinchi kun boshlansa, ikkinchi kun avjiga chiqadi, uchinchi kun o'z-o'zidan hech narsa bo'lmagandek o'tib ketadi. Migren va bosh og'rig'ining farqi nimada? Oddiy bosh og'rig'idan farqi migren boshda yarmida bo'ladi og'riqlar, ko'ngillilik qusadi, keyin yorug'lik, shovqin kuchaytiradi bosh og'riqlarni. Asosiy farqi shunda. Migrenni qo'zg'atuvchi omillar nima? Migren asosan ayollarda uchraydi, shuning uchun ularda asosan gormonal o'zgarishlar bo'ladi, stresslar, turmush tarzi, ovqatlanish tartibi shunga bog'liq. Migren inson hayoti uchun xavflimi? Inson hayoti uchun davolanmasa xavfli, davolansa xavfli emas. Nimasi bilan xavfli hisoblanadi? Migren bosh miya qon tomir kasalliklari, insult, boshqa kasalliklarga sabab bo'ladi. Migrendan butunlay xalos bo'lish mumkinmi? Mumkin. Buni tartibi bor. Har 3-6 oyda davolanish, vrach nazorati, shifokor nazorati kerak. Migren kasalligining ilk belgilari va qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Og'riqlar xurujlik bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi dorilar ta'sir qilmasa, xurujlar tez-tez takrorlansa, albatta kechiktirmay shifokorga murojaat qilish kerak.